Assalomu alaykum virtual dunyoning ishqibozlari. Bugun siz bilan birgalikda yangi YouTube imperiyamizni quramiz. Hop, bu o'yinda bizlar o'sha aytgandek YouTube imperiyamizni quramiz. Hozirda bizga tushuntirmoqda. Bitta kompyuter sotib olamiz ekan. Bitta uy yangilaymiz. Bu biz bilan namchi birinchi uyimiz. Boshimga e'tibor bermaysizlar, bu bagi bo'lsa kerak o'yinda. Maqsadim bor. Ana qaranglar, burchak turibdi so'ra. Nima qilamiz bitta? O'rgatar ekan o'yin yaxshi, mana shu taraf yoqdi menga. Mana shu yerga qo'ysak bo'laradi menimcha. Bilishimiz kerak ekan. Nima qilib kerak ekan? Hop, bugungi maqsadimiz 1 million bo'lish. Ya'ni bitta knopkalardan ko'rsatadi. Bizning maqsad mana bu 100 kanal. Bitta ochmayapti. Bizga ko'rsatmayapti hozircha. Hop, shu 1 million bo'lish. Bizning maqsad. Hozirda bu yerga o'tirishim kerak ekan. Shuna bosish kerak, shunga to'g'ri bosib. Chunki o'sha montaj qilishlari hammasi. Bizni obunachilarimiz kelishni boshlashdi. Hozir bizga 300 obunachi keladimi? Va 273. Ozgina edi. Tashqariga chiqishim kerak ekan. Kompyuter sotib olamizmi deyman-da. Menimcha shunday. $16 gider. Buni so'raylik. Oxirgisiga ham yetadi. Endi uyga qaytishimizni so'rayapti. Uyga emas ekan, boshqa uyga. Hop, bu o'yin haqida, bu o'yinda birinchi naqasi ham bor, biri ham bor. O'yinda o'ynab ko'rganlar bilishadi menimcha. Men o'ynab turgan hozir ikkisi ekan. Sizga nima berdi, lekin bilmayman men. Bunga narsa ochamiz ekan. Nima qilishim kerak? Uyga borishim kerakmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Tezroq biza knopkalarni olaylik. Hozircha bizda faqat shu kontent bilan to'g'rilagan. Bularni asta-sekin bosamiz. To'g'ri bo'lsa balki bosishimiz kerakmi, bosmasligimiz kerakmi bilmadim. Bilganlar kommentariyga yozib qoldiringlar. Hop, yana montaj qilyapmiz. 1 sekund manimcha tayyorladik. Kayfiyatimiz ham a'lo bo'lishi kerak albatta. Bu yerda biz hozir 500 obunachi bo'lamizmi? Va ana full kayfiyatda bo'lik. Va biz endi 500 emas 624 obunachiga erishdik. Bizda yana narsa qilishimizni so'rayapti. Nima qilamiz bitta? Narsa ekan, nima bu? Qaynatamiz ekan. Mana shu burchak turib turarsin. Burchak kerak emas. Bizga hali ham tushuntiryapti o'yinni. Tushundim. Mikrofon. Bir nima deyapti? Hop, knopkalar darsimiz chiqadimi bizda?
yo'q. Hali birontasini olmaganimiz uchun menimcha rasmi chiqmaydi. Lekin shuni ko'rsataman bugun. Yana video qo'yamiz. O'yin hozirda menga yoqishni boshladi. Qiziq. Demak, qiziq. Mana shularni masalan real hayotda ham shunaqa qilinadi, to'g'rimi? Shunaqa qilib bitalab qo'yib chiqiladi. O'yin shu narsa bor. Bu yoqdi. Uyimiz ham juda katta emas. Bitta ryukzakimiz bor ekan, ryukzakimizni menimcha eshitmaydi. Referator deyapti. Qo'ysa bo'ladimi? Bir nima bo'ldi do'stlar? Bir nima bo'ldi? Mingta bo'ldi. Nechta bo'ldi? 1800 ta bo'ldik. Ashi 900 ta 2000 ta bo'lib qoldik do'stlar. Aql bovar qilmaydi. Va bizda endi bunisi ham ochildi. Nima qilishim kerak? Tushundim. Sizlarga ham tushuntiraman. Mana buni oxirigacha mana shu 5 taligidan olishimiz kerak ekan. Hozir 3 oldi. Tepada turgan ko'k ochko mana shu narsa turibdi, ana shu narsa ochish. Va yana o'sha o'yindan qo'tyaptimi bilmadim. Hemchi o'yinda o'zida bo'lsa kerak. Bu ham portladimi? Hozircha yo'q. 400 obunachi keldi va biz 2000 dan oshiq obunachiga erishdik. To'xtalayman, qotgandek tuyulyapti. Shuni bitta tekshirib olay. Hozir qayta. Va do'stlar, o'yinga chiqib ketdim. Chiqib kirdim ya'ni. Nima bilan haykalim turib qarayman, eshitaman haykalim turib. Eshitaman turib. Men turaman haykalim. Bekam kirib ko'rmaydi, shaqqa kirib ko'raylik. O'yinlar. Ismini aytishni bilmaysizmi? O'yinlar. Biz ismi mana o'yinlar emas, o'yinlar tarixi. Endi bu shunaqa tushuntirmasam tushunmayapti do'stlar. Balki keyingi safar o'rganib olar. Nima deylar? Bu hozir biz yashab turgan uy. Bu keyingisi, bu undan ham keyingisi. Kattalardan biri bo'lsa kerak. Rosti bor. Mana bu esa haqiqiy uy desa bo'ladi. Voy bu Dubayu bet, bax Dubayu. Bu esa bizning kichkina, ixchamgina uyimiz. Hozircha bizga shu ham bo'laveradi. Hop, keling, kompyuterda eng qimmatini ko'raylik-chi, qancha ekan. Ko'ramiz hozir. Eng qimmati ikkitani hali bo'lar ekan, bu to'rtta. Kichkina o'sha yonda sona qisib qo'ymaganda to'rtta. Buni qaranglar. Haqiqiy o'xshaydi. Mikrofon. Videolar chiqadi. Klaviatura. Dahshatligini qaranglar do'stlar. Bu ham ko'rinmayapti hozir. Bularni kelajakda qolamiz.
Keldik endi bitta kompyuter olib keldik. Sen pulga uyimizga qaytdik. Men bir nima ko'rdim. Nima bular? Shunda telefonlarim obunachimiz bo'lsa. Shunday bo'lsa kerak menimcha. Uyimizga ketamiz. Menimcha shu telefonlar bizni obunachilarimiz oshgan sari bersa kerak. Uyimizga borib olamiz. Va videolarni to'xtatmaymiz. Montaj tugadi. Endi esa video chiqishini kutamiz. 2:00 bir uxlab turmaymizmi? Dam oldik va videomiz ham chiqish arafasida. Yaxshi prosmotr yig'ayapti. Yaxshi. 169 obunachi keldi. Lekin yaxshi. Aytgancha, siz hali videoga like va obuna bosmagan bo'lsangiz, hozirroq bosing. Chetgacha ko'ryapsiz-ku, bosib qo'ying, qiyin narsa emas-ku. Kelar. Knopkani olishimiz shart. Izohlarda yozib qo'ydilaringlar, necha minutda olamiz. Marta so'ramiz. Bayga yoqmayapti, sochim kalga o'xshab qo'yganman, qaranglar. O'z sochim bor. Betim ham boshqacha edi, bitta bay bo'lgan. Qaranglar, 3 mingta obunachi bo'lamiz. Bu aniq. Shu o'tdikka. Bunu qaranglar knopkani. Bunisini qaranglar. 10 million ekan. Hop, bizlar necha million bo'lamiz kerak taxminlarda izohlarda yozib qo'yinglar. Yana mayda chuyda qilib beryapti. Buni ayam yaxshimi bilmadim. To'g'risi bilmadim. Bizni yangi videomiz ham joylanyapti. İkisi xolosmi? 260 bir 10 so'm. Yana yaxshi-ku.
qaytib videomizni montajiga o'tdik. Va endi montajni ham qilib bo'ldik. Endi esa YouTube'ga joylaymiz. Kelar vaqtda uni bilan qolib kompyuter sotib olgan bo'lamiz. Man masjidga metdikgina bitta kala odam bor ekan. Bizlarga obunachi 200 dan ko'p keldi hozircha. 366 ta keldi. Bizga bu yetmaydi. Demak mayda tushtirib olamiz yoki arqamda pul olamiz. Maydasiga klaviatura sotib olaylik. Klaviatura menimcha yaxshi fikr. To'g'ri qaror qildim deb o'ylayman. Menda sochiq mana masalan bunda bor. Bunda ham bor. Lekin mana yolg'iz emas ekan mana. Ko'ryapsizlar mana. Ikkita kalbosh. Va uyimizga qaytamiz. Mana endi kontentlarni bosamiz. Kelarsa zerikib bo'lmasliklaring uchun 10 mingta bo'lganimni ko'rsataman va 20 mingta, 30 mingta, 10 mingta oshib borganda yoki qiziq joylarini videoga qo'yib boraman. Bo'lmasa zerikib bo'lasizlar ham video uzunligi ko'payib ketadi. Va bizga negativlar ham paydo bo'lishni boshlabdi. Sразу negativlarni yo'qotamiz. Va bizga odamlar podpiska ham bosmay qo'ydi-yu. 135 ta odam podpiska bosdi bitta videoda. Bu esa kam. Siz ham shu videoni ko'rib turib, alhamdulillah like va obuna bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'ying. Ikkalasi ham tekin. Mana bu ham ogohlantiryapti. Tushib ketyapmiz. Bu turishda knopkani olamiz. Pul daromad qilamiz. Buni qaranglar, sekinlashib qoldi. Chunki o'yinda ham motivatsiya tushib ketib qoldi. Mana shu personajlar. Biza shu pulimizni boriga kompyuterga aksessuarlar sotib olishimiz kerak. Hattoki tushayotganini ham aytyapti. Bu albatta kayfiyatimiz tushmay turganlar uchun kayfiyatimiz tushib ketib boryapti. Tezroq narsalarni sotib olamiz. Qaranglar. Kayfiyatni o'rniga 70 ta bilan keldi xolos. Va kayfiyatni ham tiklaymiz, hozirga borib to'xtab boramiz va ovqatlarimizni yeb olamiz. Undan bahra oling. Ijodkor uxlayapti. U uxlasa ham oddiy odamlarga o'xshab uxlamaydi. San'atkor uyquda ham go'zallik yaratadi. Oldik, endi esa kayfiyatimizni ko'tarib olamiz. Qornimiz ham och ekan va 99 ta bo'ldi. Va bugun biz ishimizni yana boshladik. Yana video olishni boshladik. Yana bir bo'lyapti. Yaxshi kayfiyatli videolarimizni boshladik. Endi ko'ramiz obunachilar qancha kelishini. Videomiz ham yuklanmoqda. Va yuklanyapti. Va yuklandi do'stlar.
va kechagi va bugungini farqi bilib olamiz. 1000 ta obunachimi? Wow, 1000 ta obunachi va kechagi obunachilar kelishi va bugungi obunachilar kelishi farq ancha katta. Demak, bu kayfiyatimizga ham bog'liq do'stlar. Va bizlar 6000 ta bo'ldik. Do'stlar, bizlar 10000 ta bo'ldik. Mana bu yerdagi obunachilar o'tsa baqib va 10000 tadan ham oshdik. 10000 ta yu 11000 ta bo'ldik. Videoni shulargacha ko'rgan bo'lsangiz kattakon rahmat deyman. Chunki videomiz o'zi cho'zilib ketib qoldi. Hammangizga rahmat. Keyin ikkinchi qism chiqsinmi yo'qmi? Shuni kommentarda yozib qoldiring. Agar 20 ta like kelsak, ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismda esa knopkalarni olishga harakat qilamiz. Shulargacha ko'rgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Videoga like bosishni unutmang va obuna bo'lishni ham unutmang. Kattakon